Nursulton Ro'ziboyev Bonikelga chaqiruv tashladi va jang taklifini bildirdi. Lekin Bonikel qabul qiladimi, yo'qmi? Menimcha qabul qilsa kerak. Chunki Nursultonda har doimgidek kurashda ozgina muammolar borligi hali ham ko'rinib turibdi. Lekin Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborishni xohlaydiganlar uchun Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor ilovasida siz yaxshi kurslarda dollar yoki rublda unga pul yuborishingiz mumkin, yoki so'mda yubormoqchi bo'lsangiz, Uzkart yoki Humo kartga past foizlarda bemalol pul yuborishingiz mumkin bo'ladi. Yubor ilovasini siz App Store yoki Google Play dan skachat qilib olishingiz mumkin, yoki kommentariyaga, videoni kommentariyasiga o'tamiz va o'sha yerda silka orqali o'tib skachat qilib olasiz. Hammaga Yubor ilovasini tavsiya qilaman. Yubor. Topganingiz barakasi bilan. Lekin menimcha bundan xulosa chiqaryapti va jangdan jangga yana ham jangovar IQsi oshayotganini sezamiz. Ya'ni Nursulton juda ham aql bilan urushni boshlayapti. Ya'ni jismoniy kuchini to'g'ri yo'nalishda sarflayapti deya olaman. Xo'p, Bonikel ikkalasini kuchlarini solishtirib ko'ramiz do'stlar. Bonikel bu nima deyiladi? Bazasi erkin kurash, ya'ni Volnik juda ham nima deyiladi? Qanaqadir bir Amerikaning bir balo turnirlarini yutgan, xullas juda ham chiroyli kurashchi va adashmasam UFC'da 2-0 mida kelganda, xullas UFC'ni o'zidan ko'tarmoqchi bo'lishdi va bu yigitni chaqirishdi. Zo'r ketayotgandi boshida va oxirgi jangida juda ham tajribali Derider bilan jang qildi va Derider uni eng zaif tomonlari, ya'ni Bonikelni kurashi va stoykasi jangchiga o'tmay qolsa, u boshqa narsa o'ylab topolmasligini tushunib yetdi. Ya'ni u yiqitgandan keyin to'g'ri Volnik zo'r yiqitadi, lekin parterni yiqitgandan keyin parterda hech narsa qila olmay qolsa, Bonikel umuman 0 bo'lib qolar ekan. Va stoykada ham xuddi shunday. Stoykada ham udarlari, zarbalari, ya'ni yiqitib qo'ymasa, raqibga zo'r yiqitishni boshlamasa va raqibning zarbalarini tegishni boshlaydigan bo'lsa, Bonikel o'zini yo'qotib qo'yar ekan. Va kardio jihatdan ham juda ham katta muammolar borligini ko'rdik va haqiqatan ham Bonikelda bu narsa ochilib qoldi. Va shu sababdan ham texnik nokautga uchradi. Endi Nursultonning texnikasi juda ham oddiy. Qanaqadir bir murakkab narsalar o'ylab topmaydi. Shunchaki raqibni distansiyada ushlaydi. Jismoniy kuchi juda ham nima deyiladi? Yuqori darajada. Bo'ylari baland, yoniga yaqinlashtirmaydi, reaksiyasi yaxshi darajada va juda ham oddiy uslubda jang qiladi. Ya'ni raqibni ochilishini kutadi. Raqib xatoga yo'l qo'ydi, undan foydalanadi va jangda g'alaba qozonadi. Bu endi janglar tajribasi, 40 dan oshiq janglar tajribasi menimcha kelib chiqqan. Har xil raqib bilan jang qildi, kuchli bilan ham, kuchsiz bilan ham, yangi bilan ham, eski bilan ham, formasi zo'ri bilan jang qildi, formasi yo'g'i bilan jang qildi. Xullas, har qanday raqibdan bor Nursultonda va haqiqatan ham yaxshi jangchi va uni kelajagini men to'g'risi yaxshi kutyapman va xudo xolisa hali yosh va 36, 35, 36 yoshlarida xudo xolisa chempionlik darajasiga yeta oladigan bir murakkab jangchi tayyorlashadi degan umidaman va uni jang olib borayotgan holati UFC'ga yoqib boryapti. Bonikelni jangga chaqirgani unga yana bitta plyus, ya'ni demak UFC'ga ko'rsatyapti. Men to'g'ri kurashda meni ojiz tomonim bor, lekin men kurashchilardan qo'rqmayman. Marhamat, chaqiring menga kurashchi degan bir ma'noda juda ham bir chiroyli chaqiruv qildi va bu jangni juda ham kutaman. Sizlarning fikrlaringizni kommentariy yozib qoldiringlar do'stlar. Nursulton haqida hali fikrimiz tugagani yo'q. Xudo xolisa bu haqida Botir aka Rahmonov ustozimiz bilan birgalikda podkast qilamiz. Menimcha bu podkastlarni juda ham sog'indinglar va sizlarga yoqadi do'stlar. Sog' bo'ling.